Agar siz Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Ushbu videoda sizga patent nima, u nima uchun kerak va uni qanday olish mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga vizasiz kirishlari mumkin, lekin bu Rossiyada bemalol ishlashingiz mumkin degani emas. Agar siz Rossiyada qonuniy ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta patent olishingiz kerak. Patentsiz ishlash noqonuniy hisoblanadi. Hatto ish beruvchi sizdan patent talab qilmasa ham. Patentda nimalar ko'rsatiladi? Patentda ikkita muhim ma'lumot bo'ladi. Birinchisi hudud. Patent faqat rasmiylashtirilgan hududda amal qiladi. Masalan, sizning patentingiz Moskva shahri uchun olingan bo'lsa, siz faqat Moskva hududida faoliyat yurita olasiz. Agar boshqa hududda faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, o'sha hudud uchun alohida patent rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi kasb. Patentda sizning kasbingiz ko'rsatiladi. Masalan, patentdagi kasbingiz quruvchi deb yozilgan bo'lsa, siz taksist yoki boshqa ish bo'yicha ishlay olmaysiz. Siz bajarayotgan ish patentda ko'rsatilgan kasbingizga mos bo'lishi kerak. Patent olish uchun qancha vaqt beriladi? Rossiyaga kirganingizdan so'ng patent rasmiylashtirish uchun 30 kalendar kuni beriladi. Hisob Rossiyaga kirgan kuningizdan boshlanadi. Shu vaqt ichida siz patent uchun murojaat qilmasangiz, 10 mingdan 15 ming rublgacha jarimaga tortilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda esa qo'shimcha migratsiya bilan bog'liq muammolarga ham duch kelishingiz mumkin. Patentni qayerdan olish mumkin? Patent Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha hududiy bo'linmalari tomonidan rasmiylashtiriladi. Ko'plab yirik shaharlarda esa maxsus migratsiya markazlari faoliyat yuritadi. Bunday markazlarda hujjat topshirish, tibbiy ko'rikdan o'tish, imtihon topshirish va boshqa ko'plab xizmatlardan bir joyning o'zida foydalanishingiz mumkin. Patent olish uchun qanday hujjatlar kerak? Patent rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Xorijiy pasport va uning notarial tasdiqlangan tarjimasi, migratsiya kartasi, unda kirish ish deb ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Migratsion ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi bildirishnoma. Agar patent Moskva uchun olinayotgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish Amina ilovasi orqali bo'lishi ham mumkin. DMS ixtiyoriy tibbiy sug'urta polisi, tibbiy ko'rik xulosasi, rus tili, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha sertifikat, INN va SNILS, patent uchun birinchi avans to'lov kvitantsiyasi. Patent qancha turadi? Patent uchun to'lov har oy oldindan amalga oshiriladi. Patent narxi esa hududga qarab farq qiladi va har yili yangilanadi. Patent qancha muddatga beriladi? Patent kamida 1 oy, ko'pi bilan 12 oyga beriladi. 12 oylik muddat tugagach, uni qayta rasmiylashtirish mumkin. Buning uchun Rossiya hududidan chiqib ketish talab etilmaydi. Xo'sh, patentingizni oldingiz. Lekin shu vaqtdan boshlab eng muhim bosqich boshlanadi. Patentni qo'lga kiritgandan so'ng sizning ixtiyoringizda 60 kun vaqt bo'ladi. Agar shu 60 kun ichida qonunchilikda belgilangan talablarni bajarmasangiz, patentingiz bekor qilinadi. Eng qizig'i, bu haqda sizga ogohlantirish yuborilmaydi. Keyingi videoda aynan shu 60 kun ichida nimalarni bajarishingiz kerakligi va patent bekor bo'lib qolmasligi uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bizga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosish esdan chiqmasin.